Assalomu alaykum. Hurmatli Farg'ona Ekagomuz Biyagomuz YouTube kuzatuvchilari. Bugun xudo xolasa 28-oktyabr 2025-yil. Hozir endi o'zimiz biyagaklarni bir qator ko'rsatib beray deyotgandim. Chunki hozir ko'p shogirdlarimiz kursda xabari bor. Mana e'tibor beringlar, bu yangi go'ng bular. Mana yangi go'ng solyapmiz. O'sha chuvalchinlarimiz adaptatsiya bo'lgan. Xudo xolasa shuni ham mana qaranglar. Yakti tuxumlarni ko'ryapsizlarmi? Mana lichinkalarini. Mana holatini, mana. E'tibor beringlar. Yangi go'ng deyapti. Hali ko'p gruppamizda ham savollar bo'lardi. Yangi go'ng bersa bo'ladimi deb. Yangi go'ngni bersa bo'ladi. Lekin bu chuvalchinlarni o'rgatishimiz kerak. Chuvalchinlarni o'rgatib olsangiz, chuvalchinni o'rgatib olsangiz, bemalol chuvalchin svejiy go'nglarda ham yeydi misol. Mana. Boshida adaptatsiya qiladi. Keyin chuvalchinni bemalol bakteriyalarni tayyorlab beradi, tayyor qilib, xudo xolasa qolganini yeb bo'ladi. Mana deyarli yeb bo'ldi. Hozir havo harorati juda ideal chuvalchinlarga. Har 5-6 kunda 10 cm atrofida go'ng tashlanyapti. Endi e'tibor beringlar, mana ustidan svejiy go'nglar, mana molxonamizdan chiqqan svejiy go'nglarni chiqyapti. Jicha sergib olib mana yangi go'nglar 3-4 kun turgandan keyin ularni bir qator chuvalchinga solinadi. Chuvalchinning zichligi nihoyatda zo'r. Mabodo qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilishlari ham mumkin. Chuvalchin zo'r. O'sha 70 biz endi kilolab sotamiz. 70-80 hisobida chuvalchinni terib beramiz. Chuvalchinlarni bemalol olishingiz mumkin misol. Bizni kuzatib turinglar. Qo'ldan kelgancha kommentariyaring bo'lsa yozinglar. Qo'ldan kelgancha savollaringga javob berishga tayyor bo'lamiz. Chuvalchinlar aktivligi zo'r. Havo haroratlar zo'r. Va xolasa qip-qizil chuvalchin, yaxshi, aktiv, kasalbas. Cho'chili ishlar bo'lyapti misol mana. Inshaalloh. Sog' bo'linglar, bizni kuzatib turinglar. Kunlaringiz xayrli, barakotli o'tsin.